Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mani qizcham samoviy ofat. Axir bu aqlga sig'maydigan ruhiy quvvat. Poydevor, yadro, qayta tug'ilish, barchasi hali ham o'sishda davom etyapti. U bilan jang qilish imkonsiz. Axir bu holatda men o'laman-ku. Uning darajasi meni ustozimdan balandroq bo'lishi mumkinmi? Olovli qurol. Vayron qilish. Qurolimni yakson qildi. Birgina so'z bilan. Menda boshqa imkon qolmadi. To'xta. Taqdirga tan bermay ilojim yo'q. Hech bo'lmaganda qanday o'lishni o'zim tanlayman. Nima uchun? Qizaloq, attiga o'tkazib qo'yding. Qochsang bo'ladi. O'zingni bunday qo'ldirish yaxshi emas. O'ylab ko'r. Baribir tushunmaysan. Senday ahmoq qanday qilib hayot shafqatsizliklarini tushunardi? Unut. Hammani o'z tashvishlari bor. Tushuntir. Bu qanday kuch edi? Rostdanmi? Har doim ajoyib qahramon bo'lishni xohlaganman. Endi esa mani orzuyim. Aytmaysanmi? Inson, men bilan yur. Kech bo'lganda qayerga boramiz? Dam olgani bersang-chi. Xona band qilamiz. Tushuntirib ber. Nega sening ruhiy quvvating birdan kuchayib ketdi? Ha, mana energiyam. Aniq esladim. Men juftli bo'lgan sonlarni o'ylab o'tirgan edim. 8-7, karyer 8-8. Shaxslar 9-9. Keyin esa urdimda qo'limdan otilib ketdi.
Esimga tushdi. Meni quvvatimni ham g'alati tarzda olganding. Men o'zim ham bilmayman. Qara qanaqa mehribon bo'laman. Menimcha maxsus chora ko'rish kerakka o'xshaydi. Oh, yo'q. Muzi, meni kechir. Muzika to'xtataylik. Li oilasining birga kultivatsiya qilish usuli. Qo'rqma inson. Bu usul bizning ing va yanimizni o'lchaydi. Tanamizning ruhiy quvvatini tekshiradi. Undan so'ng boshlashimiz mumkin bo'ladi. Nimaga? Bu menga juda ham tanish. Bizni energiyamiz zulmatdagi yorug'likka o'xshaydi. Juda ham issiq va yoqimli. Biz to'liq mos kelamiz. Xuddi uni xotirlarni kuzata olishim mumkindek. Men qayerdaman? Muzi qayerda? Nimaga bu yerda qulf osilib turibdi? Bu nima bu? Muzi. Bu insonning ongi. Chuqurroq boraman. Shunda men umumiy quvvatimiz orqali izlashni boshlayman. Bu harakatlanmayapti. Bu nima endi? Qurol? U tirik. Qon? Nima uchun? Shoshma. Nahotki biz rezonans qilishni boshladik. Muzi. Hey, yordamga. Muzi, biroz chida. Boryapman. Bu endi kim? O'tinaman. Qora oy qayerda? Bas qil. Demak, bu uni o'tmishi ekanda.
azobli va qiyin. Endi esa hammasi yaxshi. Men eplayman. Seni himoya qilaman. Meni oilamda faqatgina 34 avlod mavjud. O'sha kechada mendan tashqari u hammani o'ldirdi. Oilamning xazinasi tufayli. Qora osmon deb. Va men ishonaman. Qora osmon meni qo'limda ekan, uni qachondir uchrataman. Va o'lganlarning to'kilgan qoni uchun Muzi albatta qasos oladi. Bu qanaqa darajada? Birgalashib buni yenga olamizmi? Bizda qayta tirilish bosqichidagi odam bo'lgan. Yana 6tasi ham kattalardan bo'lgan. Lekin bir zarbaga yiqilmagan. Agar biz uchrashsak, o'lamiz. Yo'qimsiz holat. Muzi. Menga ishonishing mumkin. Biz axir juftlik bo'lsak. Uni bo'sasidan so'ng men o'zimni boshqacha his qilishni boshladim. Xuddi men muzlab qolgandayman. Hozirgi bu holat. Bu senga mukofot bo'lsa, meni himoyam uchun. Muzi aytgancha, meni ruhiy energiyam haqida. Bu endi muhim emas. Men seni ong siringni bilolmagan bo'lsam ham, tanish bo'lgan iliqlikni his qildim. Menga u judayam yetishmayotgandi. Kech bo'lib qoldi. Uyqum keldi. Ketishing mumkin. Ketish? Sen nima deb o'ylaganding? Ha, kech bo'lib qoldi. Meni qiladigan ishlarim bor. Lonely, I am so lonely. Baribir yolg'iz qaytayapman. Taqdirim shunaqa ekan. Baxtimga menda ajoyib xuntiyan bor. A? Qani u? U axir cho'ntagimda edi-ku. Men usiz endi qanday yashayman? Kultivatorlar dunyosida-chi? Yosh yigit, bunaqa yurish yaxshi emas. Qizni chaqirib qo'yib o'zing hali beri kelganing-ku. Bu nima ahvol? Nima? Hay azizim, men seni kutgandim. Asanama. Va qon? Ovoz berildi fan proyekti uchun 2022-yil. Ovoz berdi Kristal va Irene. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha, do'stlar. 然红窗外接近，零散的光阴，空白的心情，也没人陪着我直到天明。风过轻轻，侧耳倾听，能不能听到你心跳的声音？忍着